Nimaga SSB brendi uchun aynan Aerospace oranjiy rangini tanlaganmiz? Menga haligacha aytishadi, O'zbekistonda deyarli bunaqa rangdagi brendni ko'rmaganmiz. Assalomu alaykum, men Sarvinoz, xalqaro dizayner, 16 yillik tajribaga ega SSB va K-Modest brendlari asoschisi bo'laman. Albatta bu rang bejizga tanlanmagan. 16 yillik tajribamdan kelib chiqib va uzoq vaqt davomida ranglarni o'rganib, bu rang bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelganligi uchun shu rangni tanlaganmiz. Bu rangning ma'nosi pozitivlik, energiya tarqatuvchi va kreativlik hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham SSB da qilinadigan har bitta dizayn o'zidan energiya va kreativlik baxsh etadi. Ko'pchilik fashion brendlari qora yoki oq rangni tanlaydi. Biz esa bir qarashdayoq o'ziga xos va pozitiv rangni tanlaganmiz. Eng qizig'i, bir necha yil oldin bu rangni noodatiy hisoblashardi. Bugun esa dunyodagi eng yirik brend va texnologiya kompaniyalari ham bu rangdan keng foydalanishmoqda. Bu esa biz tanlagan yo'nalishning dolzarb ekanini isbotlamoqda. SSB uchun Aerospace oranjiy rang shunchaki rang emas, bu bizning xarakterimiz, bizning qarashimiz va eng muhimi bir xillikdan zerikkanlar uchun brendimizning o'ziga xos imzosi.